bo'lib to'lashga uy qidirganmidingiz? Mana boshlang'ich $10,000 bilan sizga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Tutzor mahallasi Madaniyat ko'chasiga kelganmiz. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, Tojimahal to'yxonasini shundoq orqa tarafidagi mahalla. Bu uyimiz korobka holatda bo'lib, gaz, svet, suvlari o'tkazib qo'yilgan. Endi mana uyimizning ichki qismini ko'rsatamiz, birgalikda obzor qilamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Uyimiz 2 sotix to'rxonadan iborat bo'lib, oshxona, hammom, hojatxonalargacha qurib qo'yilgan. Shundoq darvozadan kirishdan chap tarafda asosiy binosi joylashgan bo'lib, alohida mehmonxona, yonida 3 xona uy qilingan, oshxonasi ichida 2 ta yotoqxona, bitta o'tiradigan xona, xonalari juda katta keng qilingan ekan. O'ng tarafda esa yozgi oshxona, hammom va hojatxona joylashtirilgan ekan. Uyimiz juda zo'r proyekt asosida qilingan ekan. Xonalari katta qilib qo'yishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, naqd pulga $30,000 ozgina yana kelishadigan joyi bor deyishdi. Rassrochkaga bo'lib to'lashga boshidan $10,000 berib, 20 oy, har oy $1,000 dan bersangiz ham bo'ladi. Ishimiz kerak edi. Biz bilan bog'lansangizlar, yana ham batafsil tushuntirib, hammasini telefonda gaplashib, kelishib olishimiz mumkin.